Sayohat kanali obunachilari, hozir ish bilan srochniy bugun qaytamiz o'zi. Kirdim Norka do'konga. Bir ikkita zakazlarimiz bor edi, shu naturalniy Norka oyoq kiyimlariga. Narxlari qancha ekan desanglar, bular qimmat. $35 dan. Bu yerda $100, $150 dan boshlab $1000 Norkalar bor. Har xillari polniy naturalniy. Juda ko'p obzor qilamiz. Bu oyoq kiyimlar 4 xil fasonda ekan. O'shini 38-39 ni beravering-a? Mana 38 Bo'ldi. Ozgina bo'sh vaqtdan foydalanib mana obzorlar qilib olyapmiz. Mana bunaqa kamzirlar bor ekan. Olsam olish qiyin bo'lib qolmasin. Ko'rasizlar. Mana o'sha Norka. Mana telpayi ham yangi chiqibdi. Ya'ni telpay bo'lib telpay emas, mana bunday qalpaq ekan. Mana oyoq kiyimlar, bunaqasi ham zakazga bo'lar ekan, narxi bir xil ekan. Bu ikki xil ko'rinishda ekan bunaqa, hamda bunaqa. Nomerlar qoldiramiz. O'zbekistonda turib ham chaqirib beraveramiz, xudo xolasa. Norka ro'mollari bor. Mana har xillaridan. Mana bularni ham ko'rishingiz mumkin. Uzuni ham bor ekan. Ko'p. Mana o'sha uzunlar. Har xili bor. Zamonaviy modniylardan tortib, bunaqa katta onaxonlar uchun ham 120 lik, 1 metrlik har xili bor. Mana mo'lar ham bir o'zgacha ekan. Kamzirlar. Mana har xil kamzirlar ham bor ekan. Mana bunaqa kamzirlari ham bor ekan. Koja, yoqalari Norka. Har xillari bor ekan. Narigi tarafda ham qisqacha ko'rsatib beraman sizlarga. Mana ko'raverasizlar. Bunaqalarda ham palasasi bunday pastga qaraganda ham har xili bor ekan. Mana Norka ro'mollar, svetlarni mana ko'raverasizlar. Pastda nomer qoldiramiz, zakazlar bo'lsa aytaverasizlar. Faqat to'lovimiz oldindan bo'ladi. Ko'raverasizlar. Xo'p, boshidan ham ko'rsatib beraman bu tarafda. Ko'raverasizlar. Hammani didiga mosi bor ekan deyarli. Vaqtimiz ozda bo'lmasam professionalniy qilib video olardik buni. Mana o'sha lolami, atirgulmi, shuni mana uzun yenglisi ham bor ekan. Bunaqa bo'yi past, lekin qo'li uzuni ham bor ekan. Qo'li o'rtanchisi ham bor ekan. Bunaqa qo'li yo'qlari ham bor. Qo'yinki xullas hammasidan bor. Ranglari ham mana ko'rib turganinglardek har xil. Bunaqalarni ham kimdir kiysa kerak edi. Babularning nimasiga o'xshaydi-yu. Lekin hammada har xilda nima. Shunaqa